O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 12-iyul kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, respublika hududining katta qismida havo asosan kam bulutli bo'ladi. Momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir ayrim hududlarda, 12-iyul kuni esa Farg'ona vodiysi ba'zi joylarda kuzatilishi mumkin. Kunduzi havo 37-40 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda esa 40-43 darajagacha isiydi. Kechasi va erta tong havo harorati 22-27 daraja atrofida bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 11-12 iyul kunlari ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida tog'oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi. Harorat kunduzi 38-40 daraja, kechasi esa 23-25 daraja bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.